Yurtimizda turli soha va tarmoqlarda bo'layotgan o'zgarishlarga o'zimiz guvoh bo'lyapmiz va bu o'zgarishlarning xalqaro darajada tan olinishi esa kishiga ikki karra xursandchilik bag'ishlaydi. Amerika akkreditatsiya assotsiatsiyasi Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy klinik gospitalini xalqaro sog'liqni saqlash akkreditatsiya standartlariga muvofiqligini tasdiqladi. Bu esa davlatimiz rahbari boshchiligida qurolli kuchlarimiz, xususan harbiy tibbiyot tizimini yanada rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarning yana bir xalqaro e'tirofi bo'ldi. Bugungi reportajimiz davomida ushbu muassasadagi modernizatsiya jarayonlari va uning faoliyati haqida hikoya qilamiz. 2017 yildan boshlab mudofaa va xavfsizlik sohasida mutlaqo yangi davr boshlandi. Ushbu keng ko'lamli islohotlar jarayonidan harbiy xizmatchilarning jangovar shayligida muhim o'rin tutuvchi harbiy tibbiyot tizimi ham chetda qolmadi. 2023 yil 13 yanvar Markaziy harbiy klinik gospitaliga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurib, yangi qurilgan bino faoliyati bilan yaqindan tanishgan edi. Davlatimiz rahbari o'shanda yangi majmua faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida bir qator vazifalarni belgilab berdi. Shundan buyon 700 o'rinli majmuada modernizatsiya jarayonlari muttasil davom etyapti. Bugungi kunda gospital nafaqat harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolariga, balki keng aholi vakillariga tibbiy xizmat ko'rsatadigan, tashxisdan boshlab murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladigan hamda yosh shifokorlarni tayyorlaydigan tibbiyot klasteriga aylandi. 2019 yil Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni muhtaram prezidentimiz Gosulga tashrifidan keyin Gosulimizning yangi bir qisqa qilib aytganda zamonaviy davr boshlandi. Harbiy tibbiyotning salohiyati, sifati, yordam ko'rsatish vaqtlari hammasi tubdan o'zgarib ketdi. Men misol uchun MRT kabinetimiz oladigan bo'lsak, qanday MRT tekshirish bo'lsa, hammasini qilamiz. Vaholanki bu tekshirishlardan tashqari respublikada hech kim qilmaydigan tekshirishlarni o'tkazamiz o'zimiz. O'sha MRT tekshirishimizda barchasini tekshiramiz. Bosh miya, umurtqa bo'limlarini, bo'g'imlarni, qorin bo'shliq a'zolari, jigar patologiyalari, o't yo'llari patologiyalari, kichik chanoq a'zolari patologiyalari, masalan ginekologik kasalliklar, urologik kasalliklar o'tkazilamiz. Undan tashqari mana biz birinchilardan bir respublikada yo'lga qo'ydik, endoprotez qo'yishga ko'rsatma bo'ladi ko'pchilikda. MRT tekshirishdan qo'rqib qoladi, chunki menda deydi metal moslama bor. MRT tusha olmayman deydi. Endoprotezlash amaliyotidan keyin biz MRT tekshirish yo'lga qo'ydik. Ya'ni maxsus dastur yordamida o'sha endoprotezning artefaktlarini kamaytirgan holda sifatli tasvirlar olamiz. Maqsad tekshirishni sifatli o'tkazish va sifatli natijani olib zudlik bilan bemorga o'sha yordam ko'rsatish. Markaziy harbiy klinik gospitalga Amerika akkreditatsiya assotsiatsiyasining akkreditatsiyasi berilishi bu birinchi xalqaro sertifikat emas. Shifo maskani 2025 yil ISO xalqaro sertifikatiga ham sazovor bo'lgan edi. Endi esa Amerika akkreditatsiya assotsiatsiyasi va ushbu uyushma akkreditatsiyasining ahamiyati haqida qisqacha to'xtalamiz. Amerika xalqaro akkreditatsiyasi deganda odatda AQShdagi nufuzli akkreditatsiya tashkilotlari tomonidan biror muassasa yoki dasturning sifat standartlariga mosligi rasman tasdiqlanishi tushuniladi. Amerika akkreditatsiya assotsiatsiyasi esa mazkur mamlakatning akkreditatsiya faoliyati bilan shug'ullanadigan tashkilotlarni o'zida birlashtirgan uyushmadir. Ushbu assotsiatsiyaning sertifikati xalqaro darajada tan olinadi. Amerika akkreditatsiyasi asosiy ikki turga, ya'ni institutsional va dasturiy akkreditatsiyaga bo'linadi. Institutsional akkreditatsiya orqali butun tashkilot yoki muassasaning faoliyati va umumiy sifati tasdiqlansa, dasturiy baholash muayyan bo'linma yoki yo'nalishni baholashni nazarda tutadi. Quvonarlisi, Amerika akkreditatsiya assotsiatsiyasi tomonidan Markaziy harbiy klinik gospital institutsional tarzda baholanib, uning faoliyati xalqaro sog'liqni saqlash akkreditatsiyasi standartlariga muvofiqligi tasdiqlandi. Bu esa gospitalning xalqaro reytinglarda nufuzini yanada oshiradi, chet el muassasalari bilan hamkorlik qilishni osonlashtiradi. Endi mana shunday xalqaro baholarga asos bo'layotgan Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy klinik gospital imkoniyatlari haqida so'z yuritamiz.
Zamonaviy tibbiyot bu faqat bemorlarni davolash emas, balki erta tashxislash, murakkab davolash jarayonlari hamda jarrohlik amaliyotlari, shuningdek, kasallikdan keyingi tiklanish bosqichlarini o'z ichiga qamrab oladigan yaxlit tizim. Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy klinik gospitali esa mazkur talablarga to'liq javob beradi. Yuzlab turdagi diagnostik tekshiruvlar va 600 dan ortiq jarrohlik amaliyotlari bajarilayotgani, yuqori texnologiyalarning esa ish jarayoniga tatbiq qilingani fikrimizning yaqqol tasdig'ida. Eng muhimi, bu yerda har daqiqa inson hayoti va salomatligi uchun mehnat va zahmat chekiladi. Markaziy harbiy klinik gospitali O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tizimidagi eng yirik harbiy tibbiyot muassasalaridan biri hisoblanadi. Muassasa harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolari hamda harbiy soha faxriylariga tibbiy xizmat ko'rsatadi. Gospital 700 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bu yerda statsionar davolash, diagnostika, jarrohlik va reabilitatsiya xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Tarkibida 27 ta davolash bo'limi hamda 11 ta diagnostika va tibbiy ta'minot bo'limi faoliyat yuritadi. Bu yerda 286 turdagi diagnostik tekshiruv va 600 dan ortiq jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Jarrohlik amaliyotlarini yanada rivojlantirish maqsadida 2023-yilda 8 qavatli yangi xirurgiya binosi barpo etildi. Muassasada 900 nafardan ortiq xodim mehnat qilmoqda. Shularning 160 nafaridan ziyodi oliy ma'lumotli shifokorlardir. Gospitalda harbiy xizmatchilar, muddatli harbiy xizmatchilar, harbiy pensionerlar, harbiy xizmatchilarning oila a'zolari davolanishi mumkin. Shuningdek, fuqarolar uchun ham to'lov asosida tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi. Har bir bo'lim diagnostik tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlandi. Harbiy xizmatchilardan tashqari fuqarolarni qabul qilishimiz tibbiy xodimlarning bilim malakasini oshirishga yordam beradi. O'zi aslida harbiy xizmatchilar bir sog'lom kontingent bo'ladi. Bularda biz ko'proq profilaktika, o'tkir kasalliklar bilan ishlagan bo'lsak, har bir fuqaroni o'zini yashash joyida davolangandan so'ng davo effekti yaxshi bo'lmaganligi sababli markazga intiladi. Qaysidir jabhada yo'l qo'yilgan xatoliklar Markaziy harbiy klinik gospitalda shu aniqlanadi. Harbiy kelyaptida oldingizga onasini, otasini olib keladi. Doktor deydi, sizga ishonaman deydi. Lekin u kasal 20 yildan beri kimdadir davolanadi. Shu paytida ishonch paydo bo'ladi. Davlatim orqamda turibdi, prezidentim orqamda turibdi. Menga shunchalik sharoit yaratib bergan. Nahotki men shuni davolay olmayman. O'g'li masalan harbiy, u menga ishonyapti. Ishonch birinchi o'rinda turadi. Bugungi kunda harbiy tibbiyot tizimi zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlanmoqda. Harbiy gospitallar nafaqat tashxis qo'yish va davolash, balki yuqori texnologiyali jarrohlik, reabilitatsiya hamda ilmiy tadqiqot ishlarini ham amalga oshirmoqda. Markaziy harbiy klinik gospitalda xalqaro standartlarga mos tashxis va davolash usullari bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. 2026-yilda Hindiston harbiy tibbiyot mutaxassislari Markaziy harbiy klinik gospitalda 1 oylik dastur doirasida o'zbekistonlik hamkasblar bilan birgalikda qator murakkab operatsiyalarni amalga oshirdi. Bu esa xalqaro hamkorlik va tajriba almashinuvining yangi bosqichga ko'tarilayotganidan dalolat beradi. Hozirgi kunda demak, jarrohlik amaliyotlari o'tkazish uchun 10 dan oshiq jarrohlik amaliyotlari xonalari mavjud. Hozirgi kunda bir vaqtning o'zida 10 dan oshiq shoshilinch ravishda sifatli va asoratlari kam bo'lgan jarrohlik amaliyotlarini bajarish imkoniyatimiz mavjud. Hozirgi imkoniyatlarimizdan kelib chiqqan holatda va bemorlarimizni sifatli davolash jarayonida o'zimizni xalqimiz ham hozirgi kunda ko'paygan. O'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Chunki sifatli tibbiy yordam ko'rsatish, jarrohlik amaliyotlari bajarilishi orqali bemorlar miqdori jihatdan ham ko'paydi. Masalan, hozir bu V blokimiz, bu V blokimizda demak kardioxirurgiya amaliyotxonasi, endovaskulyar amaliyotxonasi, undan tashqari qon tomir jarrohlik xonasi va neyroxirurgiya jarrohlik amaliyotxonalari mavjud. Hozirgi kunda bir nechta chet davlatlari bilan memorandum o'zaro imzolangan. Hozirgi jarrohlik amaliyotxonalarimizda asosiy
xizmat ko'rsatayotgan tibbiy uskunalarimiz deyarli hammasi chet davlatlardan olib kelingan. Hozirgi kunda bular orqali bevosita jarrohlik amaliyoti sifati yaxshilanishiga erishilyapti. Bunaqa apparatlarimiz oldin bo'lmagan. Bir vaqtning o'zida jarrohlik amaliyotlari bajariladi va asosiysimiz vaqtdan tejash, harbiy xizmatchilarni va xalqimizni o'zining doimiy hayotiga qaytarish. Gospital zamonaviy MSKT, MRT va yuqori aniqlikdagi diagnostika uskunalari bilan jihozlangan. Bu jarohat va kasalliklarni erta bosqichda aniqlash hamda samarali davolash imkonini beradi. E'tiborli jihati, bu yerda tibbiy xizmatlar aholi uchun ham maqbul narxlarda taqdim etiladi. Shifokorlarimiz yaxshi, muomalasi yaxshi, hamshiralarimiz undan ham yaxshi. Mana shunaqa imkoniyatlar yaratib bergan prezidentimizga rahmat deymiz. Tasavvurim ham yo'q, chiroyli bo'libdi, zamonaviy. Kamqonlik bilan keldim. Shu yerga keldimda, keyin doktorlarga uchrashdim. Tekshiruvdan o'tkazib, o't qopi xastaligim bilan tashxis qo'yishdi, keyin o't qopini olib tashlashdi. Operatsiya yaxshi o'tdi. O'zimni tiklash jarayoni juda yaxshi. Yerda qarash yo'li yaxshi bo'lgani uchun tez tiklandim. Bu markaziy harbiy gospital har tomonlama yaxshi bo'lgani uchun shu yoqqa yo'llanma berishdi. Hurmatli prezidentimizga rahmat aytaman avvalambor. Shuncha sharoitni yaratib berib, bu yerga keladigan harbiy xizmatchi bo'ladimi, oddiy aholi bo'ladimi, hammasiga juda chiroyli sharoit yaratildi. Bemorning to'liq sog'ayishi, ayniqsa harbiy xizmatchining jangovar safga qaytishida kasallikdan keyingi qayta tiklanish jarayonlari muhim o'ringa chiqadi. Shu bois muassasa yuqori va zamonaviy aniqlikdagi texnologiyalar bilan jihozlangan. Eng muhimi, bu yerda imkoniyatlar doimiy oshirib borilyapti, yangiliklar amaliyotga joriy qilinyapti. Bu esa mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash va yangi O'zbekiston qurolli kuchlarini shakllantirishning yana bir ko'rinishidir. Reabilitatsiya zamonaviy harbiy tibbiyotning ajralmas qismi hisoblanadi. Ilgari asosiy e'tibor jarohatni davolashga qaratilgan bo'lsa, bugun harbiy xizmatchining to'liq tiklanishi va safga qaytishi ustuvor vazifa. Shu maqsadda reabilitatsiya texnologiyalari, fizioterapiya va harakat faoliyatini tiklashga qaratilgan zamonaviy usullar keng qo'llanilmoqda. Belim ushlab kelgan edim. Haqiqatdan mana oyoqqa turg'izib, yaxshi muomalalari ham, hammasi sharoitlari yaxshi. Bo'ragimda tosh borligini aytdim, mana shu yerimda og'riq bor deganimdan keyin doktorlar o'ziga tushirishdi, operatsiya qildi. Hozir oyoqqa turib yurdik. Borib safga turib, keyin xizmatlarni davom ettirish maqsadimiz. Mana odamzod sog' bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Markaziy harbiy klinik gospitalda hozir hamma sharoitlar yaxshi, dunyo standartlariga ham to'liq javob beradi. Diagnostik dastgohlari hammasi zamonaviy, ikki ko'z shoh pardasini shamollashi bilan davolanmoqdaman. Natijalar yaxshi, o'zgarishlar bor, sog'aydim. Davolanishga juda ham qulay. Zamonaviy harbiy tibbiyotning bosh maqsadi bitta: inson hayotini asrash. Markaziy harbiy klinik gospital faoliyati esa ushbu yo'nalishda samarali faoliyat yuritib, O'zbekiston harbiy tibbiyoti va milliy armiyamiz jangovar qudratini oshirishda muhim o'rin tutmoqda.